1-2 yil oldin shu asalarini bitta yashikka olib boqishni boshladik. Bu yilga kelib yaxshi ko'payib qolgan ekan. Shu bitta mutaxassis chaqiruvdik, yana bitta yashikka bo'lib qo'yish kerak deydi. Keyin buni mana bu yashiklarga bo'lib qo'ydik. Mana shu ikkita yashikka bo'lib qo'ygandan keyin mana bugun 3-kun qarayman, mana bu uyadan teshiklardan arilar chiqaveradi, uchmaydi. Mana bular uchib ketaveradi. Uchib borib ishlab kelaveradi arilar. Lekin mana bu yerdagi mana bular uchmaydi, mana shunday to'planib turadi. Bir qarasang yo'q bo'lib qoladi. Xuddi mana shunaqa holatda turaveradi, arilar uchmaydi. Keyin birinchi kuni qarasam hech chiqmadi tashqariga. Keyin ichini ochib o'lib qoldimi bular, yo bu teshiklarni ochib qo'yish kerakmidi? Mana teshiklarni ichigacha qaradim. Teshiklari ochiq, ari chiqmaydi. Oxiri telefon qildimda, ki mana bular uchib bemalol arisi aqa uchadi, baqa uchadi, ishlab keladi. Oxiri keyin telefon qildimda, mutaxassisga shunaqa bo'layapti, uchmayapti, birorta kasal bo'lib qoldimi desam, mutaxassisning aytishi bo'yicha bu arilar yangi uyga kirgandan keyin har bitta o'sha ramkadagi uyalarini tozalab chiqargan. Musurdan tortib, nima qurt qumursqani haligi aqlab qoladimi, nima bo'lsa ichidagi hamma narsani tozalab chiqib, dezinfeksiya o'zlantiridagi dezinfeksiyasini qilib, himoyalab, o'sha zashta qilib hamma narsasini bundan keyin o'sha bolalarga qo'yadigan, haligi lichinka qo'yadigan uyalarini zo'r qilib toza qilar ekanda, shu asalni ham o'sha uyaga yig'ar ekan. Shu lichinkalarni ham shu toza qilgan uyalariga yig'ar ekan. Mashalloh. Mana Allohning mo'jizasini qaranglar. Mana shu ikkala yashikka yaxshilab e'tibor beringlar. Umuman ari uchgani ham yo'q mana. Bitta juda turibdi. Mana shu to'planib turganicha turibdi. Mana bu yashikka qarasalar, mana tinimsiz mana havolarga uchgan. Uchib, qo'nib, uchib, qo'nib mana bular bitta juda turibdi. Qaranglar, mana 3-kun. 3-kunda sal tashqariga chiqdi bular. 2 kun o'zi ham tashqariga ham chiqmay turadi. O'lib qoldimi bular deb xavotir olaverdim. Allohning mo'jizasini qaranglar mana. Shu jonzotlarga shunaqa aql bergan ekan. Masalan, it, molga solishsalaring, it ham, mol ham tayini ham tozalamaydi, hech narsa qilmaydi. Yegan narsasini sachib tashlaydi. Bularni qaranglar mana. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysalar ham bundan ham yaxshilarini chiqaramiz, xudo xolasa.